Valyuta kurslari e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, yurtimizdagi barcha yangiliklarni kanalimizda kuzatib boring. O'zbekiston Markaziy banki uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, barcha asosiy valyutalar qiymati oshgan. AQSh dollari 51,35 so'mga qimmatlashib, 12.123,38 so'mni tashkil etdi. Yevro 77,81 so'mga ko'tarilib, 14.094,64 so'm bo'ldi. Funt sterling 49,43 so'mga oshib, 16.229,57 so'mga yetdi. Rossiya rubli 1,18 so'mga ko'tarilib, 149,19 so'mni tashkil etdi. Xitoy yuani 6,37 so'mga qimmatlashib, 1701,98 so'm bo'ldi. Yapon iyenasi 0,55 so'mga ko'tarilib, 79,47 so'm bo'ldi. Qozoq tengisi 0,04 so'mga oshib, 22,40 so'mga yetdi.